Qopidagi tosh noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Suyuqlik kam ichadigan bo'lsangiz, o'tingizda tosh 2 yil, 3 yildan keyin hosil bo'lishni boshlaydi. Agarda o'tingizda tosh bo'ladigan bo'lsa, sizga O'zbekistonda yagona retsept Potakam kichik tabir retseptini taklif qilaman. 2 yil, 3 yildan beri sinovdan o'tgan, shifo Allohdan albatta. Tabobat 08 kanaliga kirib turib, bemalol ko'rishingiz mumkin. U yerda hamma natija olgan insonlarning otizlarini qo'yib boramiz. Originalni olish uchun qaysi nomerga qo'ng'iroq qilaylik deb aytib o'tganlar. 91lik 882 0044 nomeriga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki 91lik 127 3370 da original Potakam mahsulotini, originalni, parashogini, siroplarini, haqiqiysini sotib olishingiz mumkin. Potakamni original ko'rinishini ko'rib turgan bo'lsangiz, xuddi shunday aldanib qolmanglar. Tabobat 08 kanalimizga kirib ham ko'rishingiz mumkin.